Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 8-mart, yakshanba 2026-yil. Boboshev bozoridan ko'rsatyapmiz. Bular narxi 26 ming deyapsizmi? Pachka narxi. Pachkaga 26 ming so'm ekan. Donaga sotasizmi, sotmaysizmi? Donaga yo'q ekan. Materiali nima bo'lardi? Falestr ekan, tepapasa, falestr, tepapas falestrdan ekan materiali. Joylari o'sha Boboshev bozoriga kelganlarida 19-20 mana shu joylarda turishar ekan. Necha yoshga tushadi bu? 3 yosh, 4 yoshga tushar ekan razmeri. Hozir bor rasvetkalari shumi? Bor rasvetkasi bor. Hammasini rasvetkasi. Telefon nomeringiz bormi? Nomerlaringiz bo'lsa, o'sha oladigan odam o'zingizga telefon qiladi-da. Alaykum ziyo. Bormi? Nomerlari 91lik 687 7011. Shu nomerga kunduzi telefon qilasizlar, keyin oluvchi odamlar telefon qilsin. Materiali birinchi sorta. Birinchi sorta ekan, mana pachkadagi holi. Pachkadagi holatida telefon qilaverasizlar.